Navbatdagi bemorimizdan 42 yoshdalar kelgandagi shikoyat ikkala quloqda eshit pasayishiga. Tekshirib ko'rganimizda parda butunligi aniqlandi va o'rta quloqda suyakchani harakatsizligi aniqlandi. Ya'ni otoskleroz tashxisi qo'yildi. Suyakchani harakatsizligi aniqlansa, o'rniga yangi suyakcha protez qo'yamiz. Ya'ni stapedoplastika deyiladi. Stapedius, ya'ni uzangi suyagini o'rniga sun'iy suyakcha qo'yamiz va harakatga keltirib eshitishni tiklaymiz. Qani ketdik, bismillah. Mana bu sangdoncha, tagidagi uzangi stapedius. Endi bu ko'proq lor vashlarga tegishli videomiz. Mana harakati yo'q. Tepada harakati bor, buni harakati yo'q. Qotib yotibdi bu. Buni o'rniga protez qo'yamiz. Mana aziz obunachilar, operatsiyamizni yakunladik. Alhamdulillah juda ham chiroyli, zo'r bo'ldi. Ko'rdinglar, shuni ko'tardik, qotib qolgan suyakchaning o'rniga sun'iy suyakcha protez qo'ydik va harakatga keltirdik. Inshaalloh bemorimizda eshitish yaxshi bo'ladi. Kuningiz xayr bo'lsin, salomat bo'ling.